Assalomu alaykum. Men pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti logopediya yo'nalishi 510 guruh talabasi Umagili va Mahliyo bo'laman. Sizlar bilan o'tadigan bugungi video darsimiz tangladagi tug'ma yorug'liklari bo'lgan bolalarning jismoniy, ruhiy va nutqiy rivojlanishiga ta'siri. Tug'ma tangla yorug'ligi bolaning tug'ilishi bilan yuzaga keladigan jiddiy nuqson bo'lib, uning bolaning jismoniy, nutqiy va ruhiy rivojlanishiga ta'siri keng qamrovli va uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Bu holat nafaqat tibbiy muammo, balki ijtimoiy va psixologik jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ushbu taqdimotda biz tug'ma tangla yorug'ligi bo'lgan bolalarning rivojlanishiga qanday ta'sir qilinishi, diagnostikasi, davolash usullari va oilaning roli kabi masalalarni atroflicha ko'rib chiqamiz. Bu murakkab vaziyatni tushunish va uni tahlil qilish, erta aralashuv, kompleks davolash va oilaning faol ishtiroki juda muhim hisoblanadi. Maqsadimiz ushbu muammo haqida xabardorlikni oshirish va bolaga sog'lom va baxtli hayot kechirish uchun eng yaxshi yordam taqdim etish hisoblanadi. Rivojlanishga ta'siri, oziqlanish va nafas olish muammolari. Tug'ma tangla yorug'ligi bilan tug'ilgan bolalarda jismoniy rivojlanish bilan bog'liq bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ularning eng asosiylari oziqlanish va nafas olish bilan bog'liq bo'lib, bu holat bolaning umumiy salomatligi va o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Oziqlanish muammolari. Tangladagi yoriqlar og'iz bo'shlig'ini burun bo'shlig'idan to'liq ajrata olmaganligi sababli emish va ovqatlanish jarayonida qiyinlashtiradi. Bolalar ovqatni yutishda qiynalishadi, chunki suyuqlik va ovqat zarralari burun bo'shlig'iga o'tib ketishi mumkin. Bu esa quyidagi oqibatlarga olib keladi. Sutni yo'qotish, emish paytida sut burundan oqib chiqishi mumkin. Bu esa bolaning yetarlicha miqdorda ovqatlana olmasligiga olib keladi. Yaxshi vazn yig'maslik. Doimiy oziqlanish qiyinchiliklari tufayli bolaning yetarli vazn yig'masligi, bu esa ularning jismoniy rivojlanishini sekinlashtiradi. Bo'g'ilish xavfi. Ovqatni yutishda muammolar bo'g'ilish xavfini oshiradi. Ota-onalar uchun stress. Bolaning ovqatlanishi bilan bog'liq doimiy tashvishlar ota-onalarda stress va xavotirni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun maxsus shishalar va so'rg'ichlardan foydalanish, shuningdek emish va yutish usullarini o'zgartiruvchi mutaxassislar, masalan terapevtlar yordamida ovqatlanish va ular maslahatida bo'lish zarur. Tug'ma tangla yorug'ligi bolaning nutqiy rivojlanishiga eng sezilarli ta'sir o'tkazadi. Tanglarning noto'g'ri shakllanishi tovushlarning noto'g'ri hosil bo'lishiga xalaqit beradi. Bu esa turli nutq buzilishlariga olib keladi. Nutq buzilishlarining turlari, rezonans muammolar, tangla yorug'ligi, og'iz va burun bo'shlig'ini ajrata olmaganligi sababli gapirish paytida havo burundan o'tib ketadi. Bu esa burun tovushlari deb ataladigan holatga olib keladi. Unda nutq juda burun tovushiga ega bo'ladi va tushunarsiz eshitiladi. Artikulatsiya nuqsonlari. Ba'zi tovushlar, ayniqsa s, sh, ch, k, g kabi til orqa, til oldi tovushlarini hosil qilishda qiynalishadi, chunki tangla tovushlarini to'g'ri yo'naltira olmaydi. Bu esa bolaning aniq va tushunarli gapirishiga to'sqinlik qiladi. Kommunikatsiya qiyinlashadi. Nutq buzilishlari tufayli bola tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa ularning ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutq buzilishlarini tuzatish. Nutq buzilishlarini tuzatishda kompleks yondashuv talab etadi. Logoped terapevt jarrohlik amaliyotidan so'ng logoped terapevt bolaga to'g'ri tovush hosil qilish, talaffuzni yaxshilash va nutq rezonansini normallashtirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazadi. Artikulyatsion mashqlar. Bola og'iz mushaklarini mustahkamlash va tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun maxsus mashqlarni bajaradilar. Eshitish qobiliyatini tekshirish. Eshitish muammolari nutq rivojlanishiga ta'sir qilmasligi uchun eshitish qobiliyatini muntazam tekshirib turish muhim hisoblanadi. Erta boshlangan logopedik
terapevtik ishlar bolaning nutqiy ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli muloqot qilishiga yordam beradi. Tanglaydagi tug'ma yorug'ligi bo'lgan bolalarning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri o'ziga ishonch va tengdoshlari bilan munosabatlarga kirishda qiynalishadi. Emotsional qiyinchiliklar tug'ma tanglay yorug'ligi bilan tug'ilgan bolalar nafaqat jismoniy va nutqiy, balki ruhiy ijtimoiy muammolarga ham duch kelishi mumkin. Nutq buzilishlari va tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlar bolaning o'ziga ishonchini pasaytirishi va emotsional qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Ijtimoiy moslashuvchanligi nutqiy muammolar tufayli bola tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlari, bu esa ularning ijtimoiy moslashuviga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi bolalar masxara yoki kamsitilishga uchrab turish holatlari kuzatiladi. Ota-onalarning roli. Ota-onalar bolaning o'ziga ishonchini mustahkamlashda va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular qo'llab-quvvatlash, sabr, toqatli bo'lish va bolaning o'zini qadrlashni o'rgatish juda muhim hisoblanadi. Ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun quyidagi choralarni ko'rish zarur hisoblanadi. Psixologik yordam bolaga o'z his-tuyg'ularini boshqarish va o'ziga ishonchini rivojlantirish uchun psixologik va terapevtik yordam kerak bo'lishi mumkin. Ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish bola tengdoshlari bilan muloqot qilishga o'rgatish, ijtimoiy guruhlarga qo'shilishda uni rag'batlantirish, oila ichidagi qo'llab-quvvatlash, oila muhitida bolalarni qabul qilish, sevish va uni o'ziga xosligini qadrlantirish muhim hisoblanadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.